Yolda qizimdi. Mana funksiyalarni ko'ringlar. Funksiyalar bu funksiyani javobi. Aralaringda doktorlar bordir, professorlar bor, menga javob beringlar, men sizlar javoblaring deb kutaman. Men shunga hozir video vizit qilyapman. Mana bu obshi qon analizi. Mana gemoglobin 131 bo'lgan. Trombosit 296 bo'lgan. Bu yerda prosta ruchka bilan hozir sizlarga ko'rsataman deb bo'yalib qoldi. 296 trombosit bo'lgan. Soyasi 10. Hamma mana leykositlari 502. Mana yaxshilab ko'ringlar. Men sizlarga iltimos bilan murojaat qilyapman doktorlarga. Endi menga doktorlar, o'zimizda doktorlar aytayaptiki, lekin men qizimni mana qayerga bordim, hamma joyga bordim, sog' dedi. O'zimizdagi qancha laboratoriyalarga, doktorlarga bordim, qizing yaxshi, umuman qonda kasalligi yo'q dedi. Lekin o'zimizda mana bu gematologlar qizingni olib ket Rossiyaga yo Toshkentga olib bor, balki ilik ko'chirib o'tkazar deyapti. Sizlar nima deysizlar? Mana qaranglar. Ilik ko'chirib o'tkazish kerakmi? Bu natijalar bilan qonda bilasiz yo'q. Shuncha ishlab turibdi, natijalarni ko'rdilaring. Men nima qilay, menga javob beringlar agar iloji bo'lsa hammalaring. Lekin meni qizim hozir yaxshi o'ynab yuribdi, soppa-sog', umuman unaqa belgilari yo'q. Umuman oqqonda bo'ladigan, mana baribir ko'rdim o'zim doktorxonada yotib, kasallarda unaqa belgilar umuman yo'q. Yaxshi uyda o'ynab yuribdi. Lekin menga doktorlar hozir olib ket, chet davlatga deyapti. Sizlar nima deysizlar? Lekin men Shahzoda opaga, mana shu giyohlar saltanatini asoschisi Shahzoda opaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. O'zbekiston tabobatiga, tibbiyotiga minnatdorchiligimni bildiraman. Meni qizimda analizlari shuncha tushib ketgandi. Lekin mana qon quydirmadik, trombomassa unaqalar quydirmadik. Faqat mana shu giyohlarni, mana shu dorilarni ichdi qizim. 2 oy ichdi. Mana shuncha o'zi analizlar javoblarini sizlarga ko'rsatdim. Shuning uchun men rahmat aytaman. Menga muhimi bolamning sog'ligi edi. Doktorlar ichirma, u bu dedi o'zimizda. Lekin men ichirdim. Ularga ham nima qilmadim. Chunki bolang umid yo'q, foiz kam, qon deganlar bo'lgan degandi menga doktorlar. Mana sizlar nima deysizlar?